Assalomu alaykum Pokiza. Xo'p, Pokiza bizani Diplomatiya universitetiga kirgan talabamiz, abituriyentimiz emas endi. Pokiza Toshkent Law School'da necha marta test bo'lsa, 10 ta test bo'lsa 8 tasida birinchi o'rinni olganlar. 10 ta test bo'lsa 8 tasida birinchi o'rinni olib, nima sovg'a bo'lsa hammasini qo'lga kiritgan abituriyentlarimizdan, abituriyentlik paytlaridan juda ham kuchli natija qilganlar. Pokiza, o'zingiz haqingizda aytib bering. Aytib bo'ldingiz hammasini, mana aytganlar. Shu Toshkent Law School o'quv markaziga 1 yil davomida tayyorlanganman, ya'ni 2024-yil iyun oyidan, ya'ni 1-iyun oyidan kelganman, yozi 1-kundan o'qib boshlaganman. Sentyabrda kutib o'tirmagansiz. Hozirgi abituriyentlar sentyabrni kutmaymiz. O'qishga kirganlarning asosiy nimasi avgustda kelgan edi, nima ham sentyabrni kutishmagan. Xo'p, iyun oyidan boshlaganman. Tushunganman, iloji boricha qancha tezroq boshlasam, shuncha tezroq yaxshi natijaga erishaman deb o'ylaganman va iyun oyidan o'qishni boshlaganman. Zo'r. Kelganimda Jahongir Avlov ustozda birinchi bo'lib kirib ko'rganman va sirazi birinchi kirganimdan darslari yoqqani uchun ularda qolganman. Boshqa ustozlarga kirib ko'rishni o'ylamaganman. Administratsiya taklif qilishgan, agar xohlasangiz boshqa professional ustozlarimiz ham bor deyishgan. Lekin menga shu Jahongir ustozni dars o'tish texnikalari yoqqanligi uchun ularda qolganman. Aha, tushunarli. Pokiza, qanday bo'ldi imtihon, qanaqa qiyinchiliklar, nimalarni his qildingiz? O'zi 1 yildan oshiq tayyorlanibsiz bizda. Pashti 1 yil ekan. Iyul bo'ladigan bo'lsa, 1 yil o'qish bu qiyin. Nimalar bo'ldi? Aytib bering. Shu o'quv yili davomida iloji boricha qo'limdan kelgancha tayyorlanishga harakat qildim. Imtihonga keladigan bo'lsak, to'g'risini aytsam, men shu ikkinchi smena bo'lishni xohlagan edim, lekin birinchi smena bo'ldim imtihonda. Keyin savollar yaxshi tushdi. Iloji boricha ustozlar o'rgatgan texnikalari bo'yicha testlarni ishlashga harakat qildim. Xudoga shukr, natijalar yomon emas. Yaxshi ishlab chiqqanman testlarning barchasini. Testga kirishdan oldin 3 ta fandan sertifikat oldim, ya'ni ingliz tili, ona tili va tarix sertifikatlari. Ular ham hammasi botda o'qigan paytingizda qo'lga kiritildi sekin-sekin. Xuddi shunaqa hammasi shu Toshkent Law School'ga 1-iyunidan o'qishni boshlagan bo'lsam, barchasi shu 1 yil davomida qo'lga kiritilgan sertifikatlar hisoblanadi. Undan oldin tayyorlanmagansiz huquqda? Yo'q. Umuman tayyorlamaganman. 1 yil yetadimi deb so'rayotgan abituriyentlarimizga 1 yil bemalol yetadi kontraktga kirish uchun. Agar 1,5 yil bo'lganda Pokiza hozir grantda bo'lardi. Balkim. Endi nasiba hammasi yaxshisi, eng zo'ri. Xo'p, abituriyentlarga diplomatiyaga kirgan talabamizdan abituriyentlarga top 3 ta maslahat. Birinchi o'rinda ustozinglar professional bo'lishligi hamda shu ustoz o'rgatgan barcha narsalarga amal qilishinglar kerakligini so'rab qolardim. Iloji boricha ustozni qattiqroq ushlash kerak va bilmagan narsalarni so'rab o'rgangan yaxshiroq deb o'ylayman. Ikkinchi o'rinda shu Sevinch aytib o'tgandek, telefondan kamroq foydalanish. Hozirgi kunda abituriyentlar eng yomon dushmani shu telefon deb o'ylayman. Iloji boricha telefondan kuniga kamroq foydalanishga harakat qilinglar. Hamma narsa o'rgansa bo'ladigan narsalar huquqda ayniqsa kitobdan o'rgansa bo'ladi. U telefondan qo'shimcha narsa o'rganishingiz mumkin, lekin iloji boricha kitobdan o'rganib, foydalanib harakat qilinglar. Va 3-o'rinda to'g'ri o'quv markazini tanlashni bilish kerak va albatta bunda Toshkent Law o'quv markazi sizlarga yordam beradi. Bu reklama emas. Reklama emas, umuman o'qib chiqqan odam sifatida, Toshkent Law'da 1 yil o'qigan odam sifatida bemalol tavsiya bera olaman abituriyentlarga. Kelinglar, o'rganinglar va diplomatiya, yuridik va boshqa yurisprudensiya universitetlarining talabasi bo'lishingiz mumkin. Zo'r. Pokiza,
qarang, hurmatli abituriyentlarimiz, pokiza, mana 1 yil davomida aytaman, boya aytganimdek, nechta test olgan bo'lsak, hammasida birinchi o'rinni olib kelgan, natija ko'rsatgan o'quvchilarimizdan va muvaffaqiyatini asosiy kaliti menimcha Sevinchniki ham, Pokizaniki ham o'zlarining mehnatida. Agarda siz bahona topib o'tiraversangiz, Instagramda o'tirsangiz, bekorchilik qilib, siz natijaga erishmaysiz. Bu qizlar ham hech qachon telefonda bekorchilik qilib, aylanishda, ovqatlanishga даже boshqa joyga borganini ko'rmaganman. Mana shu markazda bo'lishgan hamisha va vaqtidan unumli foydalangan. O'sha uchun ko'proq vaqtni polezniy narsalarga sarflash kerak. Shunaqa. Hammani Toshkent viloyatida kutamiz.